Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, bizni hurmatli podpishchilarimiz. Demak, bugungi video obzorimizda Fengong brendidan S508 modeli. Ushbu avtomashinamiz gibrid hisoblanadi. 7 kishilik haqiqiy oilaviy crossover. Bu modelimiz oldinlari o'z vaqtida o'zi 450 million so'mgacha sotilgan. Endilikda siz bu mashinamizni chegirma asosida 322 million 400 ming so'mga Beshsun Buxoro avtosalonidan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir video davomida avtomashinani bitta to'liq obzor qilib beramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Qiziq joylari, narxlari, yana chegirmalari, qanaqa bonuslari bo'lishi video davomida bitta tushuntirib boramiz. Obuna bo'lishni unutmang, videoga like bosing va qanaqa nima ma'lumot siz uchun qiziq, to'lov grafiklari bo'ladimi, mashina xarakteristikasi yo o'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishingiz mumkin. Biz qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz. Demak, modelimiz Fengong deyarli uzunligi 5 metr hisoblanadi. Gibrid, ham benzinda, ham tokda harakat qiladi. O't kuchiga keladigan bo'lsak, 1.5 atmosferli dvigatel bilan jihozlangan 177 ta o't kuchi mavjud. Avtomashinamizni bitta diska qismlarini ko'rsatishingiz mumkin. Diskalari razmeri 19, protektorlarning qalinligi 55 bo'ladi. Avtomashinamiz juda ham hadavoy yumshoq. Oldinroq hozir videoni boshida aytganimizda, mashinamiz o'z vaqtida 450-430 million so'mga sotilgan. Avtomashinamizni juda ham ko'plab mijozlarimiz xarid qilganlar va hozirgacha bu avtomashinadan biz birorta negativ fikr eshitmadik. Ya'ni hamma olgan mijozlarimiz davolni. Kimdir bu bilan o'z yumushlari, oddiy kundalik hayotda foydalanish uchun haydab yuradi. Kimdirni tirikchiligi shu mashinadan. Ya'ni mashinani olib taksi qiladi, kira qiladi yo boshqa o'zini do'koni bo'ladimi, hamma ishlarini shu mashina bilan bajargan. Bu mashinani boshqa videolarda ham oldinroq obzor qilganlar bor. O'sha videolarni ham ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mashinamizni to'liq hozir yana qo'ldan kelgancha bitta obzor qilib beramiz. Mashinamizning salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismi eko charm bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, tepalari mana bosganda qo'l kiradi. Bu nima degani? Bu plastmas emas. Bu yumshoq rezina. O'ziga xos mana bunday yog'ochsimon akvaprintlar berilgan va 100% koja. Ko'ryapsizlarmi? Hamma joy. Mashinaning sifatini qayerdan bilsangiz bo'ladi. Mashinani asosan beradigan narsa panel bilan obshivka qismlari. Shu qo'lingiz tekkandan o'zi mashina qanaqa sifatda ekanini bildirib o'tadi. Demak, sideniyalarimiz elektropaket bo'ladi. 6 ta pozitsiyada harakat qiladi. Bu nima degani? Ya'ni orqa spinkasi orqa oldin bo'ladi. Pastdagi sideniyasi orqa, oldin, tepa va past. Ya'ni 6 ta pozitsiyada harakatlanadi. Mashinada o'tirganingizda mana buni o'zini noodatiy, chiroyli bo'lgan logotipi mavjud. Buni 9 nuqta desa ham bo'ladi. Mashinamizda multifunksional rul, bitta mashinani yoqib ko'ramiz. Mashinamiz yonda, mana ko'rib turibsiz, ruli ancha yengil, elektrousilitilniy ruli bor. Mashinamizda bitta ko'rsatib o'ting, mana bu yo'g'ini zavodskoy video registrator bor. Video registrator zavodskoy bo'ladi. Korobka avtomat. Bu mana bu yerni bitta ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu knopkani bosganingizda sizga 60 gacha elektrda harakatlanadi. 60 dan keyin benzin rasxod qilishni boshlaydi. Yokida to'liq elektrga harakatlanadigan funksiyasi mana shu knopka orqali boshqariladi. Bundan tashqari elektron ruchnik, avto hold bor va 3 xil rejimda ekonom, normal, sport rejimlari bor. Shularni ham boshqarsangiz bo'ladi. Va o'ziga yarasha mana bunday telefon qo'yish uchun joy bor. Masalan, telefoningiz bo'lsa agar, telefonni shunday qo'yasiz, idealni tushadi. Mana yopsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Ochiq qo'ysangiz ham bo'ladi. Yokida mashina hujjatlari, plastik kartalar uchun joy desangiz ham bo'ladi. Lekin o'zi aslida telefon qo'yish uchun. Besprovodnoy zaryadkasi ham bor mashinamizda. Mana bu yerda 12.8 dyumli kattagina monitori bor. Monitorda siz bemalol YouTube, navigatorlar zavodskoy bo'ladi. Yokida kelib o'zimizning servisimizdan ustanovka qildirib ketsangiz ham bo'ladi. Avtomashinamizda undan tashqari kattagina panoramli lyuki bo'ladi.
bitta ko'rsatib o'tamiz. Panoramli lyuk yarmigacha ochiladi. Bemalol o'tirganingizda mana orqa qatordagilarga ham tepa yaxshi ko'rinadi. Va bitta barni ham ko'rsatib o'tamiz. Barida xolodilniki ham bor. Bu degani yozda sizga sovuq ichimliklar bo'lsa, mana sovuq muzday ichimliklarni shunday qo'yasizda, konservani yoqib sovuqini yoqib qo'ysangiz agar shu ichimliklarni muzday ushlab boradi. Ichimligingiz qizib ketmaydi. Asosan shu uchun kerak. Qishda bo'lsa isitish uchun shu funksiyasi bir xil. Mashinamizda klimat kontrollari bor, kruz kontrollari bor. Hech qanaqa inomarkadan kam joyi yo'q. Eng asosiysi 7 kishilik gibrid. Ko'pchilik boshqa brendlarda 7 kishilik gibrid avtomashinalarning narxi 400 million so'mdan kam emas. Lekin ammo bu mashinada bo'lsa agar mashinada 322 million so'mlik hozirgi aksiya narxda xarid qilishingiz mumkin. Mana bu ko'rib turibsizlar, siz yana ko'p oldinga kelib qolgan. Yana videoda ko'rib, to'g'ri ekan deb o'ylamang. Chunki mana o'rtadagi mana bu stoykasi stoykadan ancha orqada turibdi. Atak mana bu standart holati desak, o'tirgan vaqtda bemalol oyoqlaringiz tegmaydi. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Mana buyumning uzunligi 1,75 sm. Ya'ni 1,75 lik odam o'tirganda balandligi shuncha qoladi, orasidagi mana zazor ham shunchagina qoladi. Orqada deflektorlari bor. Demak, mana bu yoqda o'zini maxsus remen taqish uchun joylari bor. Hech qayerda xalaqit bermaydi, sidenadan chiqib qolmagan. Zazorlari ham normalniy va o'rtaga mana pastakanchiklar bor. Bemalol maza qilib oilaviy aylanishlar uchun ideal va eng asosiysi mana bu mashinani ana sidenasi oldin keladi. Bemalol mana bunday orqaga o'tib, orqa taraflarini ham bitta hozir ko'rsatib beramiz. Bitta shunday videoda ko'rsating davomida. Ana xohlasangiz agar kattagina bagaj kerak desangiz agar bagaj qilsangiz bo'ladi. Yokida hozir yana bitta sizga o'tirib orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Mana mashinamizning dizayniga e'tibor berasizlar. Ortiqcha yozuvlar, bachkana nimadirlar, hech qanaqa narsa yo'q. Skromniy o'zini svetodiodniy optikalari bor, pоворотник, avarinkalari va zadniga urgan vaqt orqa chiroqlari yonadi. Eng asosiysi orqa bagaji elektropaket bo'ladi. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Ochiladi, o'zi ochiladi. Disk rejimlari bo'ladi va mana bu bagajning kattaligi, mana hattoki bu sidenani ko'targan vaqtingizda ham mana 7 kishilik bo'ladi. Ikkita gavdasi normalniy. Ko'p katta bo'lmagan odamlar bemalol sig'ib ketadi. Bu videomizda rost ma'lumotlarni aytamiz, ortiqcha mashinalarni maqtamaymiz. Prosta borini aytamiz. 7 kishilik avtomashina, lekin mashinada 6 kishi idealniy komfortda ketadi. 7 kishilik bo'lsa ham 6 kishi, mana bu ikkinchi qatorda 2 kishi o'tirsa agar idealniy zo'r o'zini komfort his qilib boradi. Avtomashinamiz demak elektropaket aytib o'tdik, bagaj qismlari ham va bu tomondan bitta orqa qismini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana orqasiga bemalol o'tsa bo'ladi. Xo'p, bitta o'tirib ko'rsatamiz orqasiga. Orqasiga ham chiqib tushish uncha noqulay emas. Bittada o'tasiz. Mana o'tirgan vaqtda buni ham bitta yopib ko'rsatamiz. Mana o'tirgan vaqtda hech qanaqa oyoq tegmaydi. Bitta ko'rsating, oyog'im ko'rinyaptimi? Bitta oyoq tegmaydi. Bemalol maza qilib o'tirsa bo'ladi. Qo'l qo'yish uchun mana bu yoqda maxsus joylari bor, podstakanchiklari bor. Hattoki mana bu yoqda bir kiyim osasizmi, shunaqa joylari ham bor, ishlangan. Detskiy rejimlari ham bor. Bu yoqda detskiy stoykalari bor. Mana sidenani bitta ochasiz, bo'ldi. O'zi oldinga ketadi mana. Tushishda ham bittaga tushasiz. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Mashina har tomonlama ideal. Narxiga mos, bemalol o'tirsa maza qilasiz. Endi keyingi narsa mashinamizni gabariti. Ko'rishlaringiz mumkin, gabarit tomonlama o'sha mashhur katta liga ham o'xshab ketadi. Kichkina mashina emas. Endi o'zi videoda qanday ko'rinyapti. Lekin bu mashinani
haydab yurganlar biladi. Mashina kichkina mashina emas. Siz mashinani xarid qilsangiz agar, bir joyga borsangiz agar, sizga status beradi bu mashina. Bu mashina yuruvchi tank degan laqabi ham bor. Mashina olamda, avtoindustriyada yuruvchi tank. Ya'ni oddiy yo'lda yuradigan tank. Endi bu nimaga o'xshatib aytilgan? O'zimizning tankka nima sababdan? Joni qattiq. Ходовой части deysizmi, dvigatel части deysizmi, osonlikcha buzilmaydi. Sizga Xudo xohlasa, olsangiz agar bemalol xizmat qilib ko'rsatadi. Mashinamizda eng qizig'i, ko'pchilik o'ylashi mumkin, oldin keldi, bir o'rta yana kelmay qoldi, endi yana keldi. Bu ostatka mashinami deb. Yo'q, buni yili 26, 2026-yil yangi sveji mashina. Faqat shoshilamiz, shartnomalarimiz soni cheklangan. Bemalol kelib, avtosalonimizga murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi yoki pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqsalaringizlar, shaxsan o'zim sizlarga mashina haqida yanada batafsil ma'lumot berib o'taman, to'lov grafiklarini tushuntirib berib o'tib ketaman. Ushbu videoni inomarkaga qiziqadigan tanishlarga yuborib qo'yinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan keyin yana boshqa inomarkalar haqida ham video obzorlar bo'lib o'tadi va eng asosiysi faqat rostini aytib o'tamiz. Biron bittasini maqtab, bittasini yomonlab obzorlar qilmaymiz. Iloji boricha eng ideal sodda tilda tushuntiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.